Mana bu short kursimiz. Buni hozir kichkinagina imkoniyatlari bilan sizlarni tanishtiramiz. Ana. Qalay tushishlari. Ancha aqlli model. Ana. Yurishiga nima deysizlar buni, o'rtoqlar? Ehtiyot qilasiz. Hop. Asosiy trampolinimizga keldi, tayyorlanib sakrashini ko'ramiz. Juda akkuratni sakratyapti hozircha. Normalniy bosavering. Buni g'ildiraklari kichkina, bu ZD Racingdan bilasizlar. Short course modeli. Shassi to'liq metal. Bes kollektorning motor, hobbying regulyator turibdi. 130 tali adashmasam. Hozir 300 akkumulyator. O'zini radniy akkumulyatorda turibdi. Ichidan akkumulyator zaryadga chiqadi. Mana yurishlari. Hoppa. Mana yurishlari. Ag'darmasdan amalladilar. Baloni sal kichkina, o'shaning hisobiga ancha buksavat qiladi. Sal kattaroq ham balon. Ichida paralon bor, lekin baribir sal kattaroq qanaqadir. O'zi o'shanaqa yasalgan. Mana shu yerdan bir normal sakratingchi. Endi bu bashing emas, lekin podveskalari ancha yumshoq buning. Ichida menimcha 800 yoki 500 talik jacksdek. Ana. Ham 500 bo'ladi. Qani yana bitta. Yana bitta. Chiroyli qilib. Ana, o'shalar. Boshqacha chiqdi. Boshqacha chiqdi. Bu o'zi bilasizlar, buni originalini mana shunaqangi baland-past yo'llarda tekis yurishga moslashgan model. Ana. Ana. Bunda sredniy differensial ham bor. O'rta to'liq temir sredniy differensial. Oldi orqa ham temir-u. Endi ko'pchiligida plastmas bo'ladi. Differensialni o'rniga faqat shesterlar bo'ladi. Bunda differensial ham bor. Undan tashqari kardan ham bor, 2 talik. Pryamoy kardan emas, alohida bo'lingan 2 ta kardan. Shuni hisobiga anaqa qochib ketib qolmaydi bir tomonga. Ana. Tormozi ham yomon emas. Buni hozir Touristda ham ko'rasizlar. Bu hozir 300 ta turibdi. Tourist akkumulyatorda bundan ancha titi bo'ladi. Qani yana bitta. Yonmachasiga ketdi. Buni podveskasi ancha mustahkam lekin. Endi balonni kichkina bo'lganini hisobiga ham uncha zarar yetmaydi bunda. Ana. Ana. Nima dedi? Tamam emas yurishlari. Menimcha ancha qiziqmadim. Ana. Mayli, to'xtang, mana shu yerda bitta ko'rsatib o'tamiz. Mana tegi to'liq temir, ozgina qirilibdi, hech narsa qilmaydi. Boshqatdan bosamiz. Davom etamiz. Kimgadir qirilgan model tushib qolsa, xavotir olmanglar, bu emas. Albatta hazil, bu modelimiz sotuvga qo'yilmaydi. Bu to'lka mana shunaqa sizlar uchun obzor olishga ochgan modellarimiz bu.